So'nggi yillarda mamlakatimizda hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholining yashash sharoitlarini tubdan yaxshilash, turmush darajasini oshirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlarga erishish maqsadida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bois viloyatning aholisi ko'p tumanlardan biri hisoblangan Urgut tumanida hududning o'sish nuqtalariga tayangan holda rivojlantirish, aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratishga kirishildi. Urgut tumanini 2025-2026 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish bo'yicha soha va tarmoqlardagi mavjud muammolarni hal etish hamda zaxira va imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan holda islohotlarni tizimli amalga oshirish belgilandi. Bu haqda viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev ma'lum qildi. Keng ko'lamli islohotlardan hech bir tashkilot, korxona va muassasalar chetda qolmaydi. Ya'ni tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash hamda investitsiya loyihalarini amalga oshirish borasida mavjud imkoniyatlar ko'rib chiqiladi. Yig'ilishda Urgut tumanini 2025-2030 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini ishlab chiqish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi. Unga ko'ra, mazkur dasturni ishlab chiqishdan asosiy maqsad 2030 yilga borib Urgut tumanini iqtisodiyoti rivojlangan, ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirishdan iborat. Eng avvalo dastur 5 ta qadamda ishlab chiqiladi. Bular tegishli boshqarma va tashkilotlar tomonidan o'z sohasini, bugungi holatni o'rganib, chuqur tahlil qiladi. Bunda oldingi 3-5 yillik dinamik o'zgarishlar va kelgusi 5 yillikda kutilayotgan xavf-xatarlar tahlil qilinib, 5 yillik rejalar belgilab olinadi. O'rganish jarayonida sohadagi mavjud kamchiliklar va muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar tayyorlaydi. Dastur takliflarini ishlab chiqishda demografik o'sish va o'zgarishlar hisobga olinishi kerak, dedi Aziz Boboyev. Dastur ishlab chiqishda hududni iqtisodiy rivojlantirishga turtki bo'ladigan loyihalarni amalga oshirish orqali aholi bandligini ta'minlash va turmush sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hajmlarini oshirish hamda budjet tushumlarini ko'paytirish ishlari natijadorligiga alohida e'tibor qaratiladi. Yig'ilishda dastur ishlab chiqishda rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish orqali zamonaviy takliflar va loyihalarni amalga oshirish, tumanda birorta ishsiz va kambag'al oila qolmasligi, iqtisodiyotda budjet tushumlari bugungi holatga nisbatan 2030 yilga borib 4-5 barobar ko'payishiga erishish kerakligi aniq misollar orqali tushuntirib o'tildi. Mazkur islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshsa, uni viloyatimizning boshqa shahar va tumanlarida ham tatbiq etilishi belgilangan.